Peshqadamlik sari loyihasining navbatdagi sonida yana bir bor siz bilan ko'rishib turibmiz. Ismim Ra'no Izzatullayeva. Yoshim 30da, oilali 2 farzand onasiman. Seminarlarda o'sha kelayotgan bir ayol bilan tanishib qoldim. Ular aytdilar, "Mana shu kitobxonlik kursiga qatnashaman, qaynonamanda qatnashaman" dedilar. Rosa ichimdan havas qilgan edim. Menga ham shunaqa qatnashish nasib qilsin deb niyat qildim. Kitobxonlik kursidan olgan natijalaringiz qanaqa bo'lyapti? Shu ikkita farzandim ham menga ko'rib kitob o'qishga qiziqib qolishdi. Hatto o'sha 5 yoshli qizim ham kitob harflarni hali yaxshi tanishni bilmaydi. Kitob olib kelib, "Mana bunaqa" deb o'zicha bir nimalarni o'qiydi. Keyin "O'qib bering onajon" deydi. O'qib beraman, qiziqib o'tiradi. O'z aslida ayol kishi o'qish kerakmi, o'zini o'zgartirish kerakmi, nima qilish kerak? Albatta ayol kishi o'qigani bu, mana men o'zimdan ham kelib chiqib ketadigan bo'lsam, farzandlarim ham men ketimdan boryapti. Assalomu alaykum. Peshqadamlik sari loyihasining navbatdagi sonida yana bir bor siz bilan ko'rishib turibmiz. Keling, bugungi mehmonimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismim Ra'no Izzatullayeva. Yoshim 30da, oilali 2 farzand onasiman. Ra'no, xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. O'quv markazimizni eng avval qayerdan topgansiz? Qayerdan ma'lumot olgansiz? Peshqadam maktabi to'g'risida boshida shu Telegramlarda shu anaqalarda ko'rganman. Keyin seminarlar to'g'risida ma'lumotlar olib, har xil seminarlarda boshida qatnashdim. O seminarlarda o'sha kelayotgan bir ayol bilan tanishib qoldim. Ular aytdilar, "Mana shu kitobxonlik kursiga qatnashaman, qaynonamanda qatnashaman" dedilar. Rosa ichimdan havas qilgan edim. Menga ham shunaqa qatnashish nasib qilsin deb niyat qildim. O'shanga hozir mana oila psixologiyasida o'qib kelyapman. Kitobxonlikni bitirdim. Kitobxonlik va oila psixologiyasi kurslarida o'qidingiz. Hozirgi kunda kitobxonlik kursidan olgan natijalaringiz qanaqa bo'lyapti? Kitobxonlik kursidan olgan natijalarim juda ham ko'p desam bo'ladi. O'sha ikkita farzandim ham menga ko'rib kitob o'qishga qiziqib qolishdi. Hatto o'sha 5 yoshli qizim ham kitob harflarni hali yaxshi tanishni bilmaydi. Kitob olib kelib, "Mana bunaqa" deb o'zicha bir nimalarni o'qiydi. Keyin "O'qib bering onajon" deydi. O'qib beraman, qiziqib o'tiradi. Ertak kitoblar, har xil rangli kitoblar. O'g'lim ham hozir 1-sinfga chiqqan. 1-sinfda juda ham yaxshi natijalar ko'rsatyapti kitob o'qish bo'yicha. Xursandman o'shanga. Ancha oilamizga manfaatli bo'ldi kitobxonlik kursi. Davomli bo'lsin. Siz bir necha seminarlarimizda ham ishtirok etdingiz. Deyarli barcha seminarlarimizda ko'ramiz sizni. Seminarlardan qanaqa natijalar olasiz? Seminarlarga kelish foydalimi o'zi? Ayrimlar o'ylashadi, bir martalik seminardan, 2 martalik seminardan foyda yo'q deb. Lekin sizni har safar ko'ramiz. Bunga sabab nima? Seminarlar juda ham manfaatli bo'ladi men uchun. Masalan, o'sha Muhammadjon Nuriddin ustoz seminarlarda qatnashganimda farzand tarbiyalash to'g'risida, keyin o'sha o'smirlik davrida qanaqa muomala qilish, o'shalarning hammasini o'rgandim. Keyin oila va ayol seminarida Shoira Isakova bilan bo'ldi. Psixologimiz, ulardan ham ancha-muncha oila uchun manfaatli bilimlar oldim. O'zimiz masalan, turmush o'rtog'i bilan munosabat, farzandlar munosabat, qaynona-qaynota o'rtasidagi munosabatlar, hammasidan shu to'liq ma'lumotlar oldim. Yana keyinchalik bo'lsa yana qatnashish niyatlarim bor. Aynan ayol va oila seminarida ishtirok etibsiz. Bu seminardan olgan bilimlaringizni demak hayotingizda qo'lga olyapsiz, to'g'rimi? Qay darajada qo'lladingiz? Ya'ni nimadir o'zgarishlar bo'ldimi oilangizda, farzandlaringiz bilan? Kitobxonlik kursini o'qiganingizdan keyin farzandlaringiz ham kitob o'qishga o'tishibdi. Ayol va oila seminaridan keyinchi shu oilaviy munosabatlarimiz ancha o'zgardi. Xatolarimni tushunib yetdim. Shu bo'yicha masalan turmush o'rtog'im bilan bo'lgan munosabatlarimizda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Ko'pchilik aytadi-da, nima uchun ayol o'qish kerak, nima uchun ayollar aynan psixologiya kurslariga kelganda ko'p izohlarda ham o'qib qolamiz. Nimaga endi ayollar faqat o'zini ustida ishlaydi, erkaklar o'qisachi deb aytishadi. Sizni bunga fikringiz qanaqa? O'z aslida ayol kishi o'qish kerakmi, o'zini o'zgartirish kerakmi, nima qilish kerak? Albatta ayol kishi o'qigani bu, men o'zimdan ham kelib chiqib ketadigan bo'lsam, farzandlarim ham men ketimdan boryapti. O'g'limni o'qishi yaxshilandi, birinchi o'rinda turadi. Hozir kitob ustozi o'qimasa ham bo'ladi deyiladi buni. Qizim 5 yoshli qizim kitoblarni olib keladi, "O'qib bering, o'qib bering" deb. Xo'jayinim bilan ham qiziqib qoldilar. Men ham o'qishim kerak, men ham bu kursga borishim kerak, u kursga borishim kerak bo'lib qoldilar hozir. O'shanga ancha foydasi bor. Qoyil. O'qiganim. Chunki rosa zo'r natijada turmush o'rtog'ingiz ham agar o'zlari ham qatnashib yurardilar. Arab tiliga qatnashganlar, o'sha anaqalarga qatnashganlar. Hozir yana ham qiziqib, nimani o'qiyapsan, nima qilyapsan deb, oila psixologiyasida ham nimalarni o'tdinglar, nimani o'rganyapsizlar deb. Keyin sizni ham test qilamiz deb o'tdim, temperamentlar bo'yicha. Demak, sizni qo'llab turadigan insonlar oilangizda talaygina. Bundan xursandmiz. Ularga ham o'z navbatida minnatdorchilik bildiramiz. Ra'noxon kursidan olgan natijalaringiz quvonarli.
Endi qiyinchiliklar bo'lmadimi? Shu haqida ham gaplashsak. Qiyinchiliklar boshida shu kitobxonlik kursiga qatnashmoqchi bo'lganimda ko'pchilik qarshilik qildi. Kitob o'qish o'rganasanmi, nima u kurs, nimaga kerak sanga degan gap so'zlar bo'ldi. Lekin u kirgandan keyin u har xil spikerlar kelishi, har dars spikerlar kelishi, keyin borib u yerga gapirib berishi, bular qanaqa ma'lumotlar bergan, hamma atrofimdagilar qiziqib qolishdi-da. Voy, zo'r kurs ekan, ajoyib kurs ekan deb qiyinchiliklar bo'lgani, shu darslarni boshida tushib olishim qiyin bo'ldi. Oldinlari kitob o'qiganimda tashlab qo'yardim. Oxirigacha yetib bora olmasdim. Hozir bu jamoa bilan, kurator bilan bo'lgani uchun boshqacha bo'ldi. Keyin darslarni topshirishga ham ishtiyoq bilan topshirdim. Birinchi bo'lib topshiring, birinchidan qilib qilay deb. O'shanda ozgina bo'ldi, keyin tushib oldim yaxshi. Guruhlarga bo'linib, kuratorlar belgilanishi ham aslida shu sababdan bo'ladi. Ishtiyoqingizni yanada oshirish, sizga bosh bo'lib, rahbar sifatida, guruh rahbari sifatida sizni o'z ortlaridan ergashtiradilar. Ra'noxon, natijalaringizdan xursandmiz. Peshqadam maktabi deganda sizni ko'z oldingizga nima keladi? Peshqadam maktabi siz uchun nima? Peshqadam maktabi men uchun sakinat, xotirjamlik, ilm maskani hisoblanadi. Bu yerga kelgandan keyin boshqacha xotirjam bo'laman. U xoh seminar bo'lsin, xoh kurslar bo'lsin, bilmasam, atrofdagi auditoriyami qanaqadir xotirjam bo'lib qolaman, sakinat topaman-da. O'quv markazimiz tomoniga qandaydir taklif, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, aytib o'tishingiz mumkin. Takliflar bildiradigan bo'lsam, nima desam bo'ladi? Kasb-hunar qo'shishinglarni xohlardim. Masalan, o'sha ayol kishilar ham kursda o'qib, har nimadir kasb egasi bo'lib chiqishini ham. Tibbiyotmi, bilmasam, tikuvchilikmi? Rahmat taklifingiz uchun. Buni albatta inobatga olamiz. Bugungi tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Natijalaringiz bardavom bo'lsin. Olayotgan bilimlaringiz ham manfaatli bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar sizlar ham. Taklif uchun rahmat. Rahmat.